Amir avtosavdoda Trek-Rick'ni tayyor chiqsa minaman deb ko'pchilik poylab turadi. Tayyor rasxodlar qilib qo'yilgan. Yili ham zo'r 2024-yil 99 ming kilometr masofani bosayotgan Trek-Rick mashinasi sotuvga qo'yilibdi. Mashina bilan yaqindan tanishib olinglar. Mashinaga qilingan ishlar va belgilangan narx albatta sizlarga juda ham yoqadi. Qani ketdi. Okeylar, qilingan ishi birma-bir sanaydigan bo'lsa, adashmasam meni barmoqlarim yetmaydi. Qaranglar, ko'zga ko'rinadigan sanab o'tamiz. Gertlovoy qo'yilgan. Ponni full shumka qilishibdi. Xo'p, tonirovkalar urib qo'yilgan. Moshinaga paroklar o'rnagan. Salon holatlarini birga keldi ko'ramiz. Salonlarga evakordan ko'rik tashab qo'yilgan. Moshinaning salonlarida ham, ust qismida ham qiladigan hech qanaqa ishlar qolmagan. Даже pokoleniya gazligacha uстановка qilib qo'yishibdi. Sizlarga qulaylik yaratish maqsadida o'zingizlar bilasizlar, bizning diyorlarda sifatsiz yo'qligi juda ham ko'p. Maza qilib yurishinglarni ta'minlash uchun pokoleniya gazli ham sizlar uchun xizmat qiladi. Nexionda yaxshi balolar qo'yilgan, mashinaning texnik holatda hech qanaqa ishlari yo'q, olib maza qilib minishga tayyor. Egalari ancha qimmat narx so'rab turganlar, chunki mashinaga juda katta rasxod qo'yibdilar. Sizlar uchun 14950 dollar tushirib qo'ydik. Faqat okeylar test telefon qilib ulgurib qoladigan joyda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 2024-yil 99 ming kilometr masofani bosayotgan Trek-Rick Premier Ponna Redline qilib qo'ygan telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar, hammaga rahmat.